Morozelkasi qanaqa ishlashini hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Ozgina oldin suv qo'yganmiz. Qanaqa yaxlatib tashaganini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Hozirgi obzorimizda bo'yi 1.85, eni 60 bo'lgan, chiroy, sifat, narx hammasi bittada bo'lgan Beston firmasini eng yangi xolodilnigi. Ushbu xolodilnigimizga ofitsialniy motoriga 10 yil, servis tomonidan 3 yil tekin xizmat ko'rsatiladi. Xolodilnigining o'zini razmeri 218 litr bo'ladi. O'zida nolovoy zonalarigacha bor. Nolovoy zonani shu o'zdan bemalol ligirovka qilsanglar bo'ladi. Xolodilnik no frost funksiyasida 100% ishlaydi. O'zida ikkita polkalarigacha chiqadi. Napitkalar uchun alohida o'zida polkalarigacha bor. Nolovoy zonaning tagida yana bitta qo'shimcha polkasi bor. Bunda go'shtlaringlarni bemalol saqlasanglar bo'ladi. Hidi bir-biriga urib ketmaydi. Yana bitta zo'r tarafi eshigini chapdan o'ngga, o'ngdan chapga bemalol ochiladigan qilsanglar bo'ladi. Rezinkalari ham yechib yuviladi. Xohlagan paytingizda kirib bo'lib ketgan paytda bemalol yechib, yuvib, tozalab, yana bemalol joyiga qotirib qo'ysanglar bo'ladi. Muzxonasiga keladigan bo'lsak, muzxonasi 99 litr bo'ladi. 3 ta polkasi chiqadi. Qanaqa yaxlatib tashaganini o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Общий объеми 317 litr bo'lgan ushbu navorочный modelimizni like bosib obuna bo'lib qo'ygan har bitta mijozimizga bor yo'g'i $400 dan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, nomer adreslarimizni bilasizlar, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilsanglar bo'ladi.